Salom bolalar. Men Minecraftda har xil moblarni urishtirib ko'raman. Hozir bunga qarshi yo'q. Bulardan 3 ta bunga bular 1 2 3 ta golani. Qani? Yana joy ketyapti. Yo'q. Yutqazishdimi? Necha Yo'q. Yutqazishmas ekan. Bitta golim yutqazdi. Yo'q. Yutqazishdi. Xo'p, mayli. Hozircha golemlar oldinda. Nima bo'ldi bu? Ikkinchisi 3 ta skeletga. Yo'q, 4 ta. Bular yengilish aniq. 4 ta skeletonga qarshi 3 ta golem. Jangni joyib ketyapti. Yo'q. Nima bo'lyapti? Bu modni albatta Telegram kanalimga yuklab qo'yishga harakat qilaman. Ajoyib. Yutishdi. Cho'chqa barcha. Bulardan ko'proq bo'ldi. Nechtadir cho'chqaga bular. Cho'chqa o'rgimchaklar ekan. Golemga golemni urishtirsa bo'ladimi? Nima? Skeleton o'lmabdi. Hozircha golem yutyapti. Oh my god. Ajoyib jang. Endi bu endermenlardan 3 tane 1 2 3 golem hammasini yutyapti. 3 tane golem barchasini yutib ketsa, uzr. Narsa bo'lyapti. Soatga qarab olaman. Soatimiz 8dan 48 minut o'tdi. Xo'sh. Yo'q, golemlar yutqazyapti. Bu haqqoniysizlik. Yana bir 2 piyoni qo'yaman. Chunki ularning joni ketgan edi. Bular yutqazish aniq, chunki bu endermenlar har xil joyga borashadi. Yangi skinim yoqqan sizlarga bolalar. Skinimga ham baho berib ketasizlar. Ajoyib jang bo'lyapti bolalar. Yutqazsa oh my god. Ungacha bular jang qilayotguncha endermenlar yutdi. Yo'q. Bularni qo'yamiz-da. Bu yerga creeperga qaytib turing. Xo'sh. Albatta hozir jang qildiramiz. Xo'sh. Bularga pillaga qo'yamiz. Mana bularni jang qildiramiz bolalar. Yo'q, shart emas. Buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Va buni qo'yamiz. Buni. Bularni va zombi cho'chqani qo'ysam bo'larmikan? Mutant zombini ham qo'ymoqchiman deb. Hozir jang qildiramiz. Endermenlarga qarshi, uzr. Mana bunday qanday yo'qotsa bo'ladi. Xo'p, mayli. Endermenlarga qarshi pillayga. Hozircha to'xtab turinglar. Yutdimi? Yo'q. Ko'proq kelar ekan. Yutqazyapti bular. Shunchalik tez yutqazyapti deb o'ylamagandim. Nima meni otyapti? Yo'q. Yutqazishi aniq edi. Men hozir bu yerdan bu yerda bir portlataman. Undan so'ng hayvonlarga qaytamiz. Nega bo'lmaydi? Yo'q. Mayli, yo'q ekan.
Bu endermenlarning joni ketibdi. Sizlarni yo'q qilaman-da. 3 ta endermenga qarshi bitta bu. Nomi nimadir edi. Yo'q. Yutqazsa bilmadim. Ne kuchli mob. Yutqazarmidi? Yo'q, qani? Ha, mana. Ko'rsa bo'lmayapti. Sizlarga ovoz chiqmayapti. Bo'lishi kerak. Ha. Ovozini urishyapti bular. Urishyapti. Endermenlar yutdimi? Ajoyib. Hozir esa bulardan boringlar, jangga kirishinglar. Ustasizlar. Endermenlar xuddi golemlarga chiqib barchasini yutib kelmoqda. Bu ajoyib. Yo'q, chiqish kerak. Endermenlar ham oxiri mana bu kuchukchaga yutqazishmasa bo'ldi. Ular kuchukchaning kuchini bilmaysizlar deb. Mana yo'q, yo'q, yanada ko'paygan. Yanada ko'p. Yo'q. Nima bo'lyapti? Endermenlar yutqazdimi? Bir dona endermen qoldi. Oh my god. Demak, ikkita it yoki 3 tasi otini yutsa kerak. Ko'proq. Mana bu itlarga qarshi hozir jang qildiramiz. Qaysidirlarini. Itlarga qarshi creeperlar. Mana bu biratishgan. Bu biratishgan. Mana bu. Qanday jang bo'lar ekan? Men bu yerdan ketaman. Mana bu yer ajoyib. Hech qaysi narsa qochib ketmaydi. Bu creeperlarga qarshi 3 ta creeperga qarshi ko'proq. Nechtadir mana bu kuchukchalardan. Nega jang qilmayapti bu kuchukchalar? Oh my god. Nima bo'lyapti bu? Yutdimi? Kuchuklar yutdi. Men qoyil qoldim. Qoyil qoldim. Kuchuklar yutdi. Bu yerga bu biratishkada qarshi nechtadir kuchuklar yutar ekan, men bilmas edim. Yutqaz. Mana bu golemlarga. Mutant qishloqlar. Oh my god. Mutant qishloqlar yutqazishani, chunki ular jang qilishni bilmaydi. Va bular muzotishadi. Ko'proq bular chunki yutqazishni bilaman. Xo'sh, men bir narsa qilmoqchiman. Bu yerdan to'siq ochaman. 4 ta to'siq. Yo'q, 1, 2, 3, 4, 5 ta. Nega 5 ta desangiz? Xo'sh, chunki hozir men bir narsa qilmoqchiman. Eng kuchli nima bu? TNT. Wow. Dinozavrlar. Hop, mayli. Hozircha mana bu narsada uchib ko'ramizmi? Yutdi mana bular. Xo'sh, sekund. Hozir mana shunday bo'lish jonga tayyor ekan. Yo'q. Faqat bunday bo'lmasa, men yomon ko'raman. Chiqib ketganimdan uzr bo'ladi. Mana shunday bo'lib qoldi. Nima bo'lyapti? Kechirasizlar bolalar. To'xta deb turg'izib yubordi. Lekin zo'rchi.
Men ham hozir ana shunday jang qilyapman, to'g'rimi? O'zicha nimadirlar deyaveradi-da. Xo'sh, nima? Tez bo'l, yutganingni bildik. Yo'q. Yo'q. Uzr bolalar. Men sizlardan uzr so'rayman. Uzr so'rayman bolalar. To'g'ri, menda ayb. Bu Minecraft'im sal buzilib qoldi. Kechirasizlar bolalar. Yo'q. Mendan ayb bo'ldi. Minecraftga narsa bo'lganiga uzr. Hop. Hozir mutant zombilarni urishtirdikmi? Yo'q. Mutant zombilarni urishtirganimiz yo'q. Urishtiramiz-da. 4 ta qilaman. Xo'sh. Cho'miz. Yo'q, yutdimi bular? Xo'sh, hozir. Mana buni tekshirib ko'rganim yo'q. Mana bu bratishkani tekshirganim yo'q. Mana bu bratni ham mana shu uchalasini hozir tekshiramiz. Bularga qarab to'xtanglar. Avval men bu yerni yorib chiqishim kerak. Hozir shunday qaytaman. Hozir shunday chaqirib qolishgan edi. Uzr bolalar. Xo'sh. Bu videoni qo'ygim ham kelmayotgan edi. Ha? Iyi. Xo'sh, bo'ldi. Mana bu yerdan zo'r kerakli narsani olmoqchi edim. Mana bu yorug'lik bloklarni bu yerga qo'ymoqchiman. Yo'q. Nega deysizmi? Mana bu yerda hozir jang bo'ladi. Bunga qarshi bular Sonic 3 ta Sonicga qarshi, yo'q 4 ta Sonicga qarshi muzli odamlar. Sonic jang qilmayapti. Yo'q, muzli odamlar o'zlarining kichkina mahluqchalarini jo'natishdi. Yo'q, uncha kichkinasan sen. Senga xo'sh. Ajoyib jang. Ajoyib jang bolalar. Allora, il cirone la produce per il